Rostini aytadigan payt keldi. Ha, men bilet sotganman. O'zbekistondan Amerikaga borib, 5 ta bilet sotganman. Yo'q, rost aytaman, 5 ta bilet sotdim. 20 mingga yaqin rasxod qilib, shu 2-3 ming dollar topaman deb Amerikaga bordim. Mantiqqa to'g'ri keladimi? Yaxshilab bitta o'zingiz o'ylab ko'ringlar. Birinchidan, ana Borussiyadan tashqarida qolib ketgan bechoralardan boshlaymiz. Nima? Videoda faqat o'zbekistonliklar tashqarida qolib ketdimi? 2-3 ta qayoqdagi o'zbeklar sun'iy ravishda bilet narxini oshirib yurar ekanda, Kongolilar tashqarida nima qilyapti? Ularga ham o'zbeklar bilet sotganmi shunda? Stadionga 71 mingta odam ketar ekan. 68 mingta bilan deyarli to'ldi. Hamma biladi, bilet qancha kam qolgan sari narx-navo shuncha ko'tarilib ketadi. Bu tabiiy holatda oshib ketadi. Amerikada ochiq bozor iqtisodiyotida yashab shuni bilmadinglarmi? Katta mashina minayotgan yillarda iqtisodiyotini ham o'rganib qo'ying yashayotgan mamlakatingizni. Ikkinchidan, sizlar mezbonsizlar, bizlar mehmonmiz deyapsizlar. Xuddiki biz Amerikaga borib, sizlarni Amerikalarni olib qo'yadigandek. Xo'p, biz mehmonmiz, lekin sizlar nima uchun Amerikada turib, Amerika bo'ladigan o'yinga vataninglarni o'yinini oldindan biletini sotib olmagansizlar?